Giperxavfsizlik va giperterrorizm muammosi keyingi 10 yillarda juda aktual muammolardan sanaladi. Ba'zi tahlilchilar va siyosat doiralari shunday fikrlarni paydo qilmoqdaki, internet va raqamli muhitdagi har qanday diniy yoki faol axborot tarqatuvchi faoliyati giperterrorizmga teng deb fikrlashmoqda. Bu fikrlar odatda bir tomonlama va noto'g'ri talqin qilingan bo'lib, haqiqatga zid va xavfli baholarni keltirib chiqaradi. Giperxavfsizlik va giperterrorizm axborot tizimlarini tashqi va ichki tahdidlardan himoya qilish jarayonidir. Unga davlat muassasalari, banklar, ommaviy axborot vositalari va fuqarolar aloqadordir. Giperterrorizm internet va raqamli vositalar orqali qo'rqitish, tahdid, to'siq qo'yish yoki zo'ravonlikka chorlovchi kabi harakatlarni o'z ichiga oladi. Bu masalan aholi o'rtasida qo'rquv uyg'otish, serverlarga hujum qilish yoki fuqarolarning axborotlarini o'g'irlash kabi holatlarda bo'lishi mumkin. Muhim farq shundaki, diniy mavzular, Qur'on darslari, diniy tushunchalarni tarqatishda musulmon yoshlarga ilm o'rgatish giperterrorizm emas, balki axborot, ma'naviy ish faoliyati hisoblanadi. Asossiz da'volar diniy kontent tarqatish ekstremistik g'oyalarning tarqalishiga olib keladi. Islom ta'limoti har qanday zo'ravonlik, terroristik harakatlarni qoralaydi. Ko'plab diniy ilovalar, saytlar va podkastlar tinchlik, axloq, ilm va madaniyat kabi umuminsoniy qadriyatlarga xizmat qiladi. Onlayn diniy platformalar orqali yoshlar radikallashadi degan da'volar mavjud. Bu holat nazoratsiz, professional tahlilsiz va salbiy mazmunli saytlarga tegishli bo'lishi mumkin. Ammo rasmiy mo'tadil diniy kontent tarqatuvchi platformalar aksincha ekstremizmga qarshi mafkuraviy immunitet yaratadi. Internetda diniy da'vat qilish siyosatlashtirilgan harakatdir deb da'vo qiluvchilar bor. Diniy da'vat bu islomdagi asosiy vazifalardan biri bo'lib, u har qanday siyosiy maqsadlardan xoli bo'lib, faqat ma'naviy, axloqiy tarbiyani nazarda tutadi. Uni siyosiylashtirish bu erkin so'z va vijdon erkinligini buzishdir. Islom va giperxavfsizlik bir-biriga zid emas. Islom dini axborotni asrash, boshqalar haqidagi ma'lumotni yomonlikdan foydalanmaslik, hurmat qilish kabi me'yorlarni ustun qo'yadi. Axborot xavfsizligining etik asoslari haqiqatga sodiqlik, maxfiylik va shaffoflik islom axloqiga to'la mos tushadi. Kim Alloh va qiyomat kuniga ishonsa, u yaxshi gap gapirsin yoki jim tursin degan hadis bor. Bu Imom Buxoriy va Muslim hadis to'plamlarida keltirilgan. Xulosa qilib aytsak, aql, texnologiya va din hamkorlikda taraqqiy etsin. Giperxavfsizlik masalalari real tahdidlarni hal etishda muhim, ammo diniy faoliyatni noto'g'ri talqin qilish bu xavfsizlik emas, senzura va so'z erkinligiga zid harakatdir. Diniy ma'lumotlar tarqatilishdagi asosiy omil mazmun sifati, manba aniqligi va professionallikdir. Ekstremizmga qarshi kurash diniy ta'limotni to'sish emas, balki ma'rifiy yo'l bilan tushuntirish orqali amalga oshirilishidir.